siyalmay yurish qiyin ekanda. Mana tuzalib ketyapman. To'rkunda tuzaldim. 2 oy yurdim ha. Qurbon ko'ray. Qanday maytimda paket osilib yurdi. 2 oy. Bir yoqqa ko'chaga chiqarlayman, uyalib. Yo'ldoshim G'ofurjon, prostata siyalmay qoldim. Qon bilan siyishdan oldida siraza operatsiya qildi, bilinmaydi ekan. Bitta mana bu belda mana chetiga bitta ukol qilsa, bittan bag'i ishlamaydi ekan. Shunday 2 soatda chiqdim operatsiyadan. O'sha kuni kechqurunga yurib ketishni boshladim. Bitta prostatani tozaladim. Cho'tga Xudoga shukr mana. Endi uyga bugun qaytaman. Bog'laroq kesam bo'lar ekan. Endi men ham boshida qo'rqqanman-da. Hozir mana boshimdan o'tdi. Nihoyatda oson ekan. U bitta ukol qo'ysa hech narsani metdan bag'i sezmaydi, ko'rib o'tiraverasiz ekan. Hali yurgan bo'lsa darrov kesin davolashsin. Men ham mana 2 oy yaqin yurdim. Dori ichaverdim, dori bilan tuzalib ketamanmikan dedim. Mana kinlikni oldini tekshirdim. Bo'lmadi. Oxiri shekka keldim. Dushanba kuni kelgan bo'lsam, payshanba kuni ketyapman uyga. Hamma 4 kun bo'lyaptimi? 3 kun yotdim. Sharoitlar zo'r, yangi plastina hammasi oziq-ovqat terimiz, kasato, hech kasalga o'zi kelsa bo'ldi. Ichqurim bilan ham tinmay xizmatda ekan. Humo mana shu klinikasi juda menga ma'qul. Men Yeypan shaharda Karimdivona qishlog'idanman, O'zbekiston tumanidan. Shu yerdan keldim. Bitta Bekzodjon doktor, u Sirojiddin ekovi qiladi operatsiya. Darrov 2 soatda chiqib ketasizlar.